Assalomu alaykum YouTube do'stlarimiz. Play kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, biz bugungi video roligimizda ko'rayotganingizdek albatta PUBG Mobile o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Albatta akalam maqtanib o'tib ketishim kerak. Yo'q, oldin maqtamaymiz. Oldin nimaga yo'q bo'lib ketganimizni aytib o'tishimiz kerak. Yo'q bo'lib ketganimizning sababi slobiy telefon, ya'ni slobiy device sababli ancha vaqt akalar video chiqarmay qo'ydik. Endi akalar ko'rayotganingizda iPhone oldik. Endi bu yo'g'iga va'da qilingandek PUBG Mobile o'yinini o'ynaymiz va men nimadan maqtanmoqchiman? PUBG Mobile o'yinini tushunadiganlar mana buni ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi akalar va shekchu. Sizlarni kuttirmasdan albatta mana shu ombor rejimini o'ynaymiz. Agar like'lar ko'payib, podeshkalar ko'payib ketsa, men yangi like'larni ham o'ynaymiz akalar. Endi xudo xolasa bu yo'g'iga shunaqa kichik kontentlar bo'ladi. Akalar, men PUBG'da unaqangi zo'r emasman, o'shaning uchun o'shaning uchun akalar tanqid qilib o'ynashni bilmaysanmi deb yozib tashamanglar. Qani unda menza qilib o'yinni ko'ringlar bo'ldi. Agar endi kuchayib bir qorni katta bo'lib ketsak, stream ham qilamiz akalar. Endi telefon oldik. Nomini kommentariya yozib qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Albatta men kim to'g'ri javobni topsa like bosaman kommentariyasiga. Va boshlab oldik, ko'ryapsizlarmi? Pro igrok bo'lib ketganmiz. Trenirovka qilib tashladik. Ona nimaga? Hali 5 sekund sanalyapti. Bo'ldi, boshlandi akalar. Endi bu yerga sumkani tashlavoramiz. Akalar, men bu qayerdan buncha skill, qayerdan buncha o'yin IQ'si deb so'rashingiz mumkin akalar. Men Timur Bratanning videolarini ko'p ko'rdim. Voy, onasini emsin. Sallas uchib ketdi. Ko'rdinglarmi akalar? Va shu iPhone oldim, endi chidatmayman. Bemalol kommentariyaga ID chanani yozib qoldiraverasizlar. Pishtir. Kibr yo'q akalar. Bo'lmasa oxirida ID'imni ko'rsatib ketaman. Bemalol druziya tashlayverasizlar. O'yinni kichigini ko'rsataman. Borki, yana Tufan lider akkauntidamiz. Watch out. Bratchka ham. Voy, onasini yemsin. Ko'rdinglarmi? Shu yerda minus taraflarimiz bor. Faqat top 1ni olishimiz kerak akalar. Birinchi o'rin yarashadi bizga. Ko'ryapsizlarmi? Men shunaqa tepalardan sakrab ketaman. Akalar, shu o'ylayapman, kanalni aktiv o'zimikina. Shu Granny videolarini ham qildim. Uncha odam ko'rmadi. O'shaning uchun endi PUBG'da aktiv bordi, PUBG'ga osilib oldik akalar. Yana qarang o'yinda aktiv bor, bilasizmi? Robloxda aktiv bor. Agar PUBG'da aktiv bo'lmasa Robloxga qaramiz. Qaqay, qarg'ishga qoldik akalar, qarg'ishga. Qarg'adi bratan. Necha bizani ham ko'p marotaba o'ldirib ketishdi. Krisani yoqamiz. Jim. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Buni skill deydilar-da. Oldinlar o'ynardim, yoshlik paytlarim o'ynardim bu o'yinni. Hozir endi uncha yangilanishlar kelib, bu o'yin ham slobiy telefonlar ko'tarmaydigan bo'lib ketdi. Nima ko'r. O'shaning uchun o'ynamay qo'ygandim. Granny, shunaqa Counter, Clash of Clans degan o'yinlarni o'ynardim. Va yana shu nima demoqchi edim? Chalg'itdilar loylar, esimdan chiqib ketdi. Watch out. Chalg'itdilar loysilar. Krisa. Bu onasini boshiga tegdi. Chiq. Avemot. Avem akalar erkaklarni arujasi emas, qoch. Bitta hit berib yubordim. Avem akalar erkaklarni arujasi emas u. Erkaklar o'ynamaydi unda. Jon oz qoldi, avem ko'tarib kelyapti. To'g'ri emas-da endi, o'zimcha bir biladigandek hit qilyapman. Lekin akalar quloqni ham bilmayman. Boshim bo'ldi. Mana shunday sakrab otishim mumkin edi. Sakrab keladi. Krisa. Orqasidan o'tyapti jamoadoshiimizdan. Orqadan otish akalar mumkin emas u. Erkaklarning ishi emas u ham. Qaranglar. Qani bu? Lekin shu oxirgi paytlarda bu o'yin anaqa bo'lib ketyapti, nima desa bo'ladi. Reallikdan chiqib ketyapti. Oldinlari zo'r edi. O'yinini emsin. Men shu bu o'yinga birinchi bor shu Fraun sezonda o'ynardim. Uncha tushunmasdim. Fraun sezonda va kichik ketardi. Shu paytda akalarim ham bor edi, bratlar. O'shalar bilan o'ynardik. Mana shu akkauntni ham kamida bir
Ochilganiga yo 5 yo 6 yil bo'lgandir. Ana. Bu cheater akalar, bu cheater. Cheati bor buni. Mana bu bombachani olamiz edi. Shpok qilib. Ili yana bir gap, bu akkaunt sotiladi, ko'ryapsizlar, linkchalari bor. Bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Arzon narxlarda kelishtirib beraveramiz. Shu o'ylayapman, shu UC servis akkaunt savdo ochorsammikin. Onasi esa stream qilib donatchiga ham ochaymi? Avem erkaklar o'rtasimasiz dediz-ku, lekin aytayotganligu, to'g'rimi? Voy, onasini ham chalkashib ketdim. Короче, boshidan aytaman. Avem erkaklarning o'rtasimasiz dedi, yana dediz-ku, to'g'ri. Короче, kommentariyada yozgan ko'p bo'lib ketsin. Tilim kelishmay qoldi. Ko'p paytdan beri akalar kameraga gapirmayapman-da o'yinda. O'shanchim bo'lyapti. Marked a location. Avem erkaklarning o'rtasi akalar. Короче, bir so'zmi? Nima qilib o'tiribdi bu? Avem erkaklarning o'rtasi, men bilmayman. Ana. Qani chiq. Chapdan kirgan bo'lsang-chi, o'ngdan kirgan bo'lsang-chi. Yumalab kirgan bo'lsang-chi. Akalar ikkita kill. Bitta kill. Chiq onayni. Bu yerdan chiqdi. Watch out. Voy onangni, men yur, o'zingga jonim qoldi. Kelavashi yorib boryapmiz bularni. Hozircha yaxshi. Opa, Yorvoration Corporation. Ko'ryapsizlar do'stlar, menimcha video sizlarga yoqdi. Albatta yoqqan bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar, davomini chiqaraymi, yo'qmi? Bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Videodagi kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Bu birinchi videomiz, xudo xolasa iPhone da olingan. Xudo xolasa bundan ham zo'rlari bo'ladi. Hali hammasi oldinda, kanalda ham bundan zo'r videolar albatta bor. Hammalarga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.